Nimalar ham qishloqlar. O'zingda bor, ukam. 30 yil bo'ldi kelgan o'zaga. Propiska olmaganmi deyman qo'shni? Akalar qishloqdan kelyapman. Yana qishloq deydi-ya, ey. Akmal aka, Ha, uyingizga kiruvdim. xo'sh. Enamiz hovlida o'choqda ovqat pishirayotgan ekan. Otangiz obdasni ko'tarib, hovlining tagiga ketayotgan ekan. Shu bitta hammom bilan oshxona qilib bersangiz bo'lar ekan. Yog'i parotu qo'shni qilib qo'ymovdingiz. Nima edi? 13 minglik darvozami? Asad aka. Opangiz operatsiyasiga qishloqdoshlar pul yig'ishayotgan ekan. Sizga ham 3-4 so'm berarmikan deyishyapti. Mayli. Sog' bo'lingizlar. Tashkentliklar.